Qaranglar, shetda o'tirib kirmayapsizlar, qaranglar, hamma shetda. Aramazorda sentridan Qoratepani yo'liga 1 kilometr, 1,5 kilometr yurganlaringda metta hijoma ochildi-yu, kelmaysizlarmi? Yengillab ketmaysizlarmi? Assalomu alaykum, baratam. Mana bu yerda mana doktorimizdan sirasi intervyu olaveramiz. Aka, ishingiz bo'yicha ma'lumot berib yuborasiz bizga. Xo'p, ishimiz hijomachilik, hijoma, uzunlik, masaj, bansin masaj, chertma hijoma, shunga o'xshagan ishlardan shug'ullanyapmiz. Bu nimalarga foyda degan bo'lsangiz, birinchi akamizga masaj qildik. Qo'llarni yaxshi aylantirish uchun, nervlarni ochish uchun, paylarni yumshatish uchun. Ana undan keyin sovuq tikka bo'lgan bo'lsa, sanchib bo'lgan bo'lsa, shamollashlarga bonka qo'yib, qo'yib kerak buni. Bundan keyin hijoma muolajasini qilamiz. Bo'yin og'riq, bel og'riq, shunga o'xshagan og'riqlar bo'lsa, noqora bo'ladi inshaalloh. Undan keyin holatlarga qarab turib, boshlaridan og'riq bo'lgan bo'lsa, peshanadan chertma hijoma qilamiz. Xohlasa peshanadan chertma hijoma qilishimizdan sabab cherepni davleniya yoki yuqori qon bosimi darajasi 150-200 dan oshib ketgan insonlar uchun, muntazam ravishda boshlari og'rib turgan insonlar uchun juda ham foydali narsa bu. Cherepni davleniyalarni umuman butkul yo'qotib yuboradi. Chertma hijomamiz kimgadir shunaqa bir xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol tavsiyanomalarga murojaat qilib kelishlari mumkin. Inshaalloh xizmat ko'rsatamiz. Akama juda maza qildim, yengil bo'lib ayollarga ham boradi, hamshiralar. Ayollarga ham xizmatimiz bor. Ayollar keyin xonasi keyingi xonada. Ayollarga erkaklarga xizmat ko'rsatadi. Omoz bo'ladi, maza qildim. Sog' bo'ling. Rahmat.